Samarqandda turib bu ishni qilish yoki bo'lmasam Toshkentga kelib ketib qilish menimcha bu sizga вообще to'g'ri emas kerak. O'sha oborotlari 200 millionga yaqinlashgan. Nima uchun kitob kategoriyasiga kirmasligi kerakmi? Telefonlardan, bitta telefonlardan 600 ming so'mgacha chista foyda qoladi. Nima kerak bor shunaqa deyman deb. Bozorni shunaqa buzadiganlar bordir, ya'ni savdo qilib turibsan. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Biz Sof akademiyamiz. Hozir biznes o'quvchimiz Komil aka darsga kelganlar. Hozirgi paytdagi oborotlari Komil aka 200 millionga yaqinlashdingiz o'sha. Bu yerda Komil aka ozgina o'zingiz haqingizda informatsiya bersangiz, qayerdansiz, nima ish qilasiz, qachon o'zimga kirib keldingiz, qachon biz bilan shug'ullanishni boshladingiz? Samarqanddan ustachilik qilaman, elektrika. Elektriksiz. Bir 5 oy oldin bizga kelgandingizda. Shu avgustda o'qishni boshladim, sentyabrlardan savdoga chiqib ketdim-da. Sirasi chiqib ketgansiz o'zi o'qish mobaynida. Bir oydan keyin birdaniga yuk olib savdoga chiqib ketgandik. Boshlanishga savdoda unaqa yurgani yo'q. Boshida susada. Oxirgi 2 oyda dekabr o'rtalarida menimcha u savdo o'sha oshishni boshladi. Hozir fevral o'rtasidamiz biz. Fevral mana 19-yilda bo'ladigan bo'lsa bugun o'sha oborotlari 200 millionga yaqinlashgan va oxirgi 2 oyda 100 milliondan ko'proq oborot qilganlar. Yo'nalishlar elektronik yo'nalishda savdo qiladi. Bu yerda hozir 60 dan ortiq SKU'ingiz bor-a? 66 ta hozircha. 66 ta. Bu bilan asosiy o'zingiz shug'ullanasizmi yoki yordamchi bormi? Sizda o'g'lingiz bilan birga ishlaman degandingiz? O'g'lim bilan birga ishlaymiz. O'g'illari 16 yoshli bola, ko'p narsani o'zi kontrol qiladi bu yerda. Siz o'rganganingizdan keyin o'g'lingiz o'rgatyapsiz-da? O'zi infografika ham qiladi. Hammasini o'zi qiladi. 16 yoshli bola. U maktab o'quvchisi u. Maktabga. Kontrolni o'zlari qiladi, Komil aka. Xo'p, zaпрос nimada bo'lyapti? Nimada muammo bo'lyapti? Hozirgi vaqtda mana yozib chiqdik-ki, sotuv kam, ya'ni shuni ham kam deyaptilar. Maqsad ko'paytirish. Qanaqa qilib ko'paytiraman deyaptilar va boshqa yo'nalishlarga kirish hozir, to'g'rimi? Elektronik yo'nalishdan tashqari boshqa yo'nalishga kirib assortimentni kengaytirish. Mana shuni hisobiga kattaroq oborotga chiqish. Xo'p, bizda Komil aka hozirgi holatda puldan muammo bormi? Hozircha yo'q. Pulni hozir alohida investitsiya kirityapsizmi bunga? Yoki bo'lmasam o'zi kiritib qo'ygan pulingizni aylantiryapsizmi? Boshida necha marta kiritdim, 3 marta, keyin hozir lekin o'zinikini o'zi ko'ryapman. Общий holatda nech puldan boshladingiz? Hozirgi vaqtgacha 5 oyda qancha pul kiritilgan bu magazinga? 5 mingdan boshlab 10 mingdan oshganda kiritilgan pul. Общий 10 ming deb olsak bo'ladimi? Undan unchalik farq bo'lmasa kerak. Shu 10500 shunaqalar. 10500 atroflarida. 10 ming deylik. Xo'p, bu bo'lib kiritgansiz 5 oy davomida. Zo'r. Xo'p, asosiy ishlayotgansiz hozir FBO bilan ishlayapsiz-a? FBOda ishlash qiyin bo'lmayapti? Samarqanddan chiqaveryapsizmi yuklarni Toshkentdan olib turib yoki bo'lmasam skladga qo'yayotganingiz o'zingiz kelib ketyapsizmi yoki bo'lmasam kimdir qo'yib qo'ydingizmi? Qanaqa protsessi ketyapti? Chunki Toshkentga yukni olyapman, Samarqandga olib ketib, yo magazinda aytaman, o'zlari dostavka qilishadi. Sizga Samarqandda o'zi upakovka qilib, videochi bor-ku, bizlarda shu yerdan oladi, shu yerga topshirib ketyapman. Samarqand o'zidan. Ya'ni Toshkentga kelmayapsiz-da, Samarqandda tayyorlayapsiz va Samarqandda o'zini punkti bor, o'sha yerga topshirib qo'yapsiz-da. 3 kun oldin topshiraman. Toshkentga o'zlari olib skladga qo'yishadi. Yaxshi, bu viloyatlarda hozir ko'p viloyatlarda shunaqa usluga bor, o'zini tochkalari bor, o'sha yerga tovarlaringizni tayyor holatda olib borib qo'ysangiz, avtomatik u yerdan Toshkentga katta skladga olib kelinadi va undan keyin FBOda sotilaveradi. Avtotovarga kirmoqchi bo'lib turibdilar va uy ro'zg'or, tovar biladimi? Kitob yo'nalishi, kiyim-kechak yo'nalishi. Kiyim-kechak yo'nalishiga gapirganlarda sirasi buni X qildi. Kiyim-kechak yo'nalishi bizga kerak emas umuman, chunki kiyim-kechak yo'nalishi ko'proq sezonli tovarlar ham bo'lishi va shuni hisobiga razmerniy riyatda остатки qolib ketish ehtimollari bor. Kiyim-kechak yo'nalishida marjinalisti juda ham kam. Lekin agar Xitoydan olib kelish bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasam chetdan olib kirish, nafaqat Xitoydan, masalan hozir o'zimizda ham ishlab chiqaruvchilar primoy zavodda o'zi bilan ishlanadigan bo'lsa, bunda ko'proq qoladi. Faqat lekin nima desa bo'ladi bu yerda? Biz xohlaganchalik mana elektronik yo'nalishda hozir sizga masalan bitta tovardan eng kamida sizda hozir qancha qoladi bitta tovarda? Foydami?
Har xil masalan. Masalan, eng kamini ayting, eng ko'pini ayting. Eng kami 15 mingdan eng ko'pi shu 500 dan oshadi menimcha. Ha, bu 15 ming deganingiz bu naushniklardan primerni hisobga olganingizda naushniklar ham bor bu yerda. Shuni hisobiga 15 mingdan boshlab foizdan tashqari chist sizga qoladigan foydasi 15 ming so'mdan qanchagacha? Bir 600 ming, 700 minglargacha qoladigan narsalar ham bor. Bitta telefonlardan 600 ming so'mgacha chist foyda qoladi. Biz hozir o'zi primerni yozdik bu yerda. Hozirgi holatda A tochka 200 million deb yozib oldik va hozirgi ishlayotgan yo'nalishimiz elektronik yo'nalish ishlayapmiz. Bizda 3 ta yo'nalish qolyapti: avtotovar, tovar для дома, ya'ni uy rozvor tovarlari va kitob yo'nalishi. Komil aka, bu yerda bir narsani tushunishimiz kerak. Kitob yo'nalishida ishlaydigan kimdirni analiz qildingizmi? Qayerdan bu fikr sizga keldi? Ya'ni kitob yo'nalishida shu yerdan boshlasak, kimdir savdo qilyapti? Savdolar qanaqa bo'lyapti kitob yo'nalishida va qancha oborot bo'lyapti? Bozorni o'rganib chiqdingizmi hech? Ha, bozorni o'rgandim. Hozir kitobga savdolar oshgandekka ko'ryapman sotuvlarni. Lekin narxlarini hali buncha analiz qilganim yo'q. Endi foizini bilmayman, qancha foiz uzunligi. Shularni agar analiz qilsam keyin shunga qarab kitobini bir ko'rmoqchiman. Xo'p, kitob yo'nalishida biz savdo qilayotgan o'quvchilarimiz bor bizni kitob yo'nalishida. Katta oborot qiladi, lekin ular qachon kirgan bilasizmi? Qachon o'zi boshlanganda u paytda kirib olgan gigantlar. Kitob yo'nalishida top 3 talikda turadi, ya'ni 3-o'rinda turadi ko'proq. Kitob yo'nalishida savdo qilayotgan o'quvchilarimiz oborotlari katta, 300 million, 400 million atrofida oborot qiladi. Lekin bitta tomoni bor, bu yerda mana shu kitob yo'nalishida marjinalnikda chista foyda qoladigan, sizga juda ham kam foyda qoladi. 3000, 4000, 5000 so'm, 6000 so'm, 10000 so'mgacha maksimalni qoladi bu yerda. Bu narsa bizga kerak. Buning uchun biz nima qilishimiz kerak? Bu massaga ishlashimiz kerak. Ya'ni tovar shunaqa ko'rsatishimiz kerakki, o'shandagina biz foydaga kira olamiz bu yerda va bu yerda sizdan tashqari boshqa konkurensiyalar ham bor. Masalan, siz olib kirib qo'yishingiz mumkin bu yerda deylik 10 ta SKU, 20 ta SKU, 30 ta SKU. Lekin biz aytayotgan o'quvchilarimizda SKUlar 300-400 ta SKU bor. Nima uchun kitob kategoriyasiga kirmaslik kerak deyman? Mana shu narsalarni hisobga olsak, biz kitob kategoriyasiga kirishimiz bizga umuman выгодный emas. Oddiy misol aytganimizda o'sha biz o'zimizni o'quvchimizni kitob kategoriyasida ishlayotganda oldin boshlanishiga o'sha O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan kitoblarni, undan keyin chetdan kirib kelayotgan, tarjima qilinayotgan biznes psixologiya yo'nalishidagi kitoblarni sotyapti va o'sha kitoblarni sotuvdan keyin yaxshi oborotga chiqqandan keyin o'zi bosmaxona ochib, kitoblarni o'zi ishlab chiqarib, o'zi bosib, o'zi sotyapti. Shuni hisobiga ham unda себестоимости kamayapti. Shuni hisobiga foyda oshyapti ularda. Agar biz ham xuddi o'sha singari taktika qiladigan bo'lsak, bizda ham 300 ta, 400 ta, 500 talab SKUlarimiz bo'ladigan bo'lsa-ku, mayli, bozorda qanaqadir ulushini biz olib qo'yishimiz mumkin bu yerda. Lekin bu yerda u holatga yetib borguningizgacha ish juda maydada. Tem bo'lsa siz Samarqanddasiz. Samarqandda turib bu ishni qilish yoki bo'lmasam Toshkentga kelib ketib qilish menimcha bu sizga вообще to'g'ri ham kelmasa kerak. Shuning uchun kitob kategoriyasiga yaxshisi maslahat berman bu tomonga kirishni. Agar siz o'zingiz kitoblaringiz bo'lgan taqdirda ham boshqa narsa bo'lardi. Shuning uchun kitob kategoriyasini sразу atlat qilamiz bu yerda. Tovar для дома bizda avtotovar qolyapti. Nima uchun avtotovari, nima uchun tovar для дома? Analiz qanchalik bozor o'rgandingiz? Bozor katta, ikkilasini ham bozor juda katta buni. Va har bir kategoriyasida ishlayotganlar. Masalan, biz avtotovarda bizda yo'q, lekin tovar для дома o'zimiz ham sotamiz. Oborot katta bu yerda. Avtotovar o'zidan katta oborot qilayotgan o'quvchilarimiz ham bor. Nimani hisobiga mana shu kategoriyalarni tanladingiz? Nima uchun bu yo'nalishda sizga qiziq? Savdosi yaxshiligi uchun. Oborot kattaligi hisobiga. O'zi avtotovari bilan tovari для домani tanlagandim, keyin kitobni ham ko'rgandim, kitob ham ko'p aylanayotganligi tufayli. Siz analiz qildingizmi, masalan, avtotovar qanaqa ketayotganligini yoki bo'lmasa buni tovar для дома analiz qildingizmi? O'zida savdosi qanaqa bo'layotganligini, qanaqa oborot qilayotganligini? Ko'rdingizmi? Biz nima, masalan, ikkita yo'nalishimiz ham zo'r bizda. Bizga lekin mana elektronikani mana cho'qqisi bor. Masalan, magaziningiz hozir top nechtalik turibdi, masalan deylik. Masalan, o'zimda juda ham ko'p magazinlar bor. Elektronik yo'nalishida. Endi sizni sohangizda siz hozirgi holatda nechinchi o'rindasiz?
Bilmadim lekin. Qaramagansiz. Bu yerda o'zimda o'zida konkurensiyani ko'rib tursa bo'ladi. Birdan 99 gacha ko'rsa bo'ladi. 100 gacha, даже 100 gacha 100 ta topda turgan eng katta magazinlarni ko'rsak bo'ladi-da biz. Buning uchun nima qilishimiz kerak biz? Bu analiz, ya'ni analiz. Analiz deganda o'zingiz analiz bilasiz. Birinchi navbatda biz bu yerda qaysi o'rindamiz biz? Ya'ni qaysi bozori qancha qismini olganmiz va qaysi o'rindamiz va o'sha sohadan, o'sha tochkadan biz tepaga chiqa olamizmi? Nimaga? Chunki o'zi shuni elektronik yo'nalishda siz 5 odamni savdo qilyapsiz-da, o'zi bozorni ancha tushunasiz. Qaydan nima olish kerakligini ham bilasiz. Nima ketishlarini ham bilasiz bu yerda, to'g'rimi? Ko'p narsani bilasiz. Lekin siz uchun avtotovarlarning yangi yo'nalish, tovarlar domi yangi yo'nalish. Riskovat qilishga arziydimi bu tomonga o'tishga? Bu birinchi savol o'zingiz berish kerak. Risk, ya'ni har bitta yo'nalishga o'tish bu risk. Bizni pulimiz bor, to'g'ri. Pulimiz bo'lgani bilan, lekin bu yerda balki elektronikani o'zida tepaga chiqqanimiz yaxshidir. Maqsad pul topishmi yo maqsad boshqa kategoriyani ham qanaqadir qismini egallab olishmi? Pul topish aslida. Asli maqsad pul topish. Ya'ni biz shu elektronik yo'nalishida hozirgi holatda nechta SKU'yingiz bor? 66 ta SKU. 66 ta SKU'yimiz bor bizning. 66 ta SKU'ning ichidan A kategoriyadagi tovarlaringiz ishda. Примерно. A kategoriya где-то bir 7 tami 8 tadir menimcha. Nima uchun 55 50 qancha chiqyapti? A 7 ta bo'ladigan bo'lsa, A kategoriyada 7 ta bo'ladigan bo'lsa, уже B da примерно qancha? C da qancha? C da kamroq ekan. Ya'ni aytmoqchisizki, B da ko'p. Ha. B da ko'p. C da примерно qancha bo'lishi mumkin? 20 ta bor? Ya kamroqda. Undan ham kam 15 ta. Ha, 15 tadir. 15 ta deylik. C kategoriyada 15 ta. Xo'p, bizda qancha qolyapti o'shanda? 22 ta bo'lyaptimi bu yerda? 22 ta 44 ta. 40 adashmasam to'g'ri, 44 ta chiqyapti. B kategoriyadagi tovarlaringiz 44 ta примерно. Ya'ni biz nima qilsak, mana shu B kategoriya A ga o'tadi. C kategoriya B ga o'tadi. Shuni ustida ishlab turib savdo qilganimiz yaxshidir, kim yangi yo'nalishga kirgandan ko'ra. Muammolarni realni ayting-da, nima? Bozordagilar sizga tovar yetkazib bera olmayaptimi? Yoki kutib qolyapsizmi? Tovaringiz masalan bizda ham elektronik yo'nalish tovarlarimiz bor. Bozorda olamiz. Premium Xitoyda olib keladiganlar bilan. Ba'zi sotilib bo'lgandan keyin o'sha tovarimizni aytsak, o'sha yo'q bo'ladi bozor, kutasan 10 kun deydi, 15 kun kutasan deydi-da. Shuni hisobiga ishlashimiz qiyinroq. Sizda ham balki shunaqa muammolar bo'layotgandir. Bo'lgan shunaqa. Hozir bormi shunaqa muammolar? Hozir oldin bo'lgan, to'g'ri, oldin masalan hozirda bor lekin. Hozirda bor. Masalan, sizda deylik A kategoriyadagi qaysi tovaringiz xuddi shunaqa, masalan, masalan, bittasi o'sha tugab qoldi-da, olaman desangiz, o'sha yo'q u tovar. Lekin u konkurentingizda turibdi o'sha. Shunday. Bozordagilar kutasan deydi, iloji yo'q kutasiz. Endi o'sha A kategoriyadagi tovarlarni biz ko'proq bunga fokus qaratib turib, C kategoriyadagi tovarlarni olmasdan, masalan deylik-da, C kategoriyada o'zi bilasiz, masalan biz C kategoriyaga qo'yganimizda nimani? Bu yerda sotiladigan tovarlar bo'lishi mumkin bu yerda, lekin bizga ko'proq mijoz olib kelib beradigan tovarlarni qoldirganimiz yaxshi. Lekin u mijoz olib kelib beradigan tovarlarimiz ham ob'yom sotilish ko'pligi hisobiga, mayli bizga pul keltirmasin u, lekin u A kategoriyaga o'tib qoladi u. Lekin u yerdan bizga pul kerak emas. Lekin sizning holatingizda hozir C kategoriya tovarlar mijoz chaqirmayapti-da, C kategoriya degan pul topyapsiz-da hozir. Ko'malarga shunaqalar hammasi A ham pul topaylik, B dan ham pul topaylik, C dan ham pul topaylik deganlardan. Endi C kategoriya tovar ham sizga pul keltiradi-da hozir. Sotib ekan, lekin оборот bo'lib turibdi, pul tushib turibdi bu yerda. Endi C kategoriyadagi tovarlarni shunaqa qilsak bo'ladi, mijoz oqimini bersin. Mijoz oqimi. Ya'ni bu yerda bundan bizga foyda kerak emas. Foyda 0. Masalan, foyda deylik, o'zi masalan foyda bu yerda C da foyda 0 kelmasin bizga umuman. Bundan oldin
gaplashganimizda ham shunga fokus qaratyapmiz. Ya'ni C kategoriyada bu yerda naushniklar bo'lishi mumkin, aksessuarlar bo'lishi mumkin. Bu yo'nalishimiz bizga umuman foyda keltirmasin-da, lekin mijozni doimiy ravishda oqimini qilib beradigan bo'lsa, bu yerda bizda boshqa sotiladigan asosiy foyda keltiradigan mahsulotlarimiz bor. Bu mahsulotlarimiz chist bizga haqiqatan foyda olib bersin bo'ldi. B kategoriyadagi tovarlarimizni asta-sekin A kategoriyaga o'tkazgan holatda A ni sonini tasavvur qiling. A kategoriya masalan B da 44 ta bo'lsa, A kategoriyada 44 ta bo'lsa qanaqa bo'ladi? Siz даже mana bu tomonni ham даже esdan chiqarib olasiz. Bilasizmi? Bu yo'nalishni ham. Shuning uchun men nimaga e'tibor beraman? Juda ham ko'pchilikda, nafaqat siz boshqalarga ham, men faqat fokusni ushlash kerak deyman. Fokus nimada bo'lsa, o'sha soha, o'sha yo'nalish oshadi. Ya'ni to'g'ri bizga ko'p kategoriya pul keltirishi mumkin, lekin hamma kategoriyani biz mana singari qilib ololmaymiz-da. Bizga ham pulimiz, million pulimiz ham yo'q-da. Bizni pulimiz bo'lgani bilan u 100 ming dollar pulimiz yo'q-ku. Yo bormi? Agar elektronikani ham, avtotovarni ham kerak bo'lsa, даже mana shu elektronika yo'nalishi o'ziga ham 100 mingni o'zi ham kamlik qiladi. Даже tovar bilan domeni o'ziga ham kamlik qiladi-da. Agar bozorni normal qismida egallaman deydigan bo'lsangiz-da. Shuning uchun biz sakrab bu tomondan bu tomonga qilishimiz kerak emas. Qachonki masalan o'zimizni, masalan elektronika yo'nalishida bizni eminni magazinimiz 2-o'rinda yuradi. Hozir 3 ga tushib qolgan. Ma'lum bir yo'nalish bor. Elektronika ham bu katta. Hammasini hisobga olganda 2-o'rinda emasmiz. Ma'lum bir kategoriyani o'zida elektronikaning ichida pat kategoriya ichida 2-o'rindamiz. Hozir 3-o'ringa tushib qoldik. Avgust oyida 1da yurganmiz. Avgust, sentyabr oylarida 1da yurdikda, ana undan keyin shuna savdomiz tushib ketdi. Bitta magazin chiqdi-da. Bir oyda bozor shunday egallab oldi. Ya'ni bundan oldin aytdingiz-ku, hozir bitta mahsulotlarni aytdingiz. Sizdagi narx qancha? 390 ming so'm. 390 ming so'm bulardagi narx borda, konkurent kiryapti bir hafta oldin narxini 280 ming so'm qo'yapti. Bozordan qanchadan olasiz uni? 14 dollardan. Sizga chist qoladigan bir 150 ming so'm sizga chist foyda qolyapti. Shunaqa. Konkurentingiz kiryapti-da, bir haftada sotuvi 20 qanchadir qilyapti-da, yangi o'sha xuddi o'sha tovar bilan ob'yomni oshirib turib 280 ming qo'yib qo'yapti, 37 ming so'mga ishlayapti. Ya'ni demping qilib bo'lyapti-da. U bunaqa yo'lda bizda ham xuddi o'sha singari-da. Bozorda shunaqa narsaki, savdoga kirganingizda qaysidir tovar topasizda, ana endi bundan pul topishni boshlaganingizda kimdir shundoq kiradi-da, bitta dempingni shundoq qiladi-da, siz savdoingiz shundoq tushishni boshlaydi. Ana demping qilgan savdosi oshib ketadi. Bizda ham xuddi o'sha singari bo'ldi. Qarading, masalan, A kategoriyadagi tovarlarimiz, yaxshi savdo qilib turgan tovarlarimizni bozorda katta pul bilan kirgan. U menimcha bir agar o'sha paytda biz hisoblaganimizda bir 500 million atroflarida pul bilan kirgan. Chunki FBO'dagi tovarlarni hisoblab biz ko'rganimizda normal pul bilan kirganda bittada bir oydan keyin bozorda egallab qo'yapti-da, 500 million sarflab turib tovar o'ziga. O'shani hisobiga biz bitta pastga shuni tushib ketdik-da. Hozir endi u magazin hozir ishlayapti, lekin uning ham tushib ketgan hozir. Lekin nima kerak bor shunaqa deyman-da. Bozorni shunaqa buzadiganlar bor-da, ya'ni savdo qilib turibsan, hop kirmoqchisan, sendan boshqa konkurent ham bor bozorda. Hop, mayli o'sha narxidan, mayli bir 10 ming, 20 ming, 30 ming so'm kamroq qil, 50 ming so'mgacha kamroq qil, lekin 120, 150 ming so'mlik katta raznicani qo'yib turib, ham demping qilib, ham bu tomonni, ham o'zini o'ylab ishlash yaxshi emas-da bozorda. Demping bu narsada bor. Endi nima qilamiz biz dempingdan? Dempingdan chiqib ketish usuli, agar u konkurentingiz yangi bo'ladigan bo'lsa, FBO'ga tovarlarni endi kam qo'yayotgan bo'lsa, FBO'da kamroq tovarlar bo'ladigan bo'lsa, siz ham qaraysizda, naglar shunaqa o'ynashayotgan odamga agar bizga to'g'ri keladigan bo'lsa, kerak bo'lsa, undan narxini ozgina tushirib qo'yishimiz mumkin. Lekin bizga to'g'ri pul qolmasligi mumkin. Lekin u bozorda ishlaydi, ozgina ishlaydi, bozordan chiqib ketadi avtomatik. Bizda bitta realniy case bo'lganda o'zimizning o'quvchilarimiz xuddi o'sha singa dempingga tushgan, ya'ni bitta yaxshi ketayotgan mahsulotini shunaqa xuddi narxini tushirganda, ana undan keyin o'sha konkurenti aloqaga chiqqan bizning o'quvchimizga degan kelishib ishlaylik, narxini bir xil qo'yaylik, bir xil ushlaylik bozorni. Masalan, narxi 400 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, meniki ham 400 ming so'm qo'yaylik-da, bir xil yoki bo'lsa 5 ming so'm, 10 ming so'm ozgina farq bo'lsin oramizda. Lekin bunaqa katta raziyada ishlamaylik deganda, bora o'zim xohlagancha narx qo'yaman degan. Xo'p degan, endi u mijozimiz u yo'nalishda anchadan ishlab kelayotgan o'quvchimiz.
nima qildi? Narxini shundoq tushirdiki, 6 oy zararga ishladi. 6 oy. 6 oy zararga ishlagandan keyin ana konkurent avtomatik shu chiqib ketdi bozordan. Ana undagi narxni bitta ko'tarib qo'ydi, yana o'sha narxida savdo qilyapti. Ya'ni agar siz na prinsipga boradigan bo'lsangiz, sizning pulingiz ko'proq bo'ladigan bo'lsa, narxini undan tushirib turib, tovaringiz ko'proq bo'ladigan bo'lsa, tushirib ishlasangiz bo'ladi. Lekin bu o'zi konkurensiya agar u kelisha olmasangiz, agar kelishsangiz-ku zo'r. Kelishsa bo'ladi. Hozir ba'zi bizda ham qo'shlarimiz bor, boshqa kategoriyada ishlayotgan odam bu yo'nalishga o'tganda harakat qiladiki, yangi kategoriyaga o'tib turib, narxni sal tushirib turib ishlasam, bozorga sal kirishim osonroq bo'ladi dedi. Bundan oldingi pul topayotgan magazin egasini ham o'ylamaydi-da, deb qilishni boshlaydi. O'sha holatda ularga aloqa chiqib, narxini kelishib olib ishlanadigan bo'lsa, agar ko'nadigan bo'lsa zo'r, ko'nmaydigan bo'lsa endi boshqa vaziyat, boshqa narsamiz yo'q. Sizda ham pulingiz kamroq bo'ladigan bo'lsa, iloji yo'q. O'sha hozir aytdingiz, siz qancha 399 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, uni narxi 280 ming so'm qo'yapti. Iloji yo'q. Bu holatda shu narxga yaqinroq qo'yib qo'ymasangiz, baribir mijoz bu tomonga ketib qoladi. O'zingiz aytdingiz-ku, bunda bir haftada 22 ta bo'ladigan bo'lsa, sizda qanchaga tushib qoldi? Bunda 7 ta. 7 taga tushib qoldi. 7 taga tushib qolyapti-yu, bitta narsani hisobga olayni. 22 ta bilan topadigan pulini qancha? 800 qancha ming hisobladiga? 37 ming so'mdan chetsiz foyda qoladigan bo'lsa, bir haftada 22 ta sotyapti. Lekin Komil aka bu narx qo'yganlarda bir haftada 7 ta. 750 ming so'm. Unchalik farqi yo'q lekin. 100 ming so'm atrofida farq qilyapti-da. O'shanda ham foyda past bir xil bo'lyapti. Endi nima qilishimiz mumkin? Bu yerda foydalanishimiz mumkin. Buni tovari FBS turibdi. To'g'rimi? FBS bizda endi bu yerda FBO turibdi tovarimiz. FBO turganligi tufayli olyapti odamlar. Ertagalikka bu konkurent FBSdan FBOga tovarni oladigan bo'lsa, undagi 22 ta kerak bo'lsa 40 taga chiqadi. Savdosi oshadimi? O'shaning uchun nima qilishimiz kerak? Bu yerda biz narxini mana bu narxga yaqinlashtirishimiz kerak. 300 ming so'm atroflarida, 299 ming so'm atroflarida qo'yib qo'yadigan bo'lsa, bizga masalan qancha 50 ming so'mga yaqin foyda qolishi mumkin bu yerda. Lekin bunaqa mahsulotni olayotganda odam 10 ming so'm, 20 ming so'mga unchalik qaramaydi. Bu yerda sizda odzivlar bor. Atsiyagalaringiz, magaziningiz yaxshi, bu mahsulotingiz atsiyangiz yaxshi bo'lganligi tufayli odam bu tomondan olaveradi, bu tomondan olaveradi. O'shanda konkurensiyada mana o'yin bo'ladi-da. Sizni sotayotgan mahsulotingiz bilan buniki orasida past sotuvlar bir xil bo'lishi mumkin bu yerda. Mana shunday qilib bozor ishlab turishi mumkin. Lekin iloji boricha aloqa chiqmadingiz siz bu konkurent bilan. Aloqaga chiqsangiz, narxni pastda bir xillashtirish bilan do'g'ri qolsangiz ham yaxshi bo'ladi. Bozor bir xil o'ylab ishlaydi deb. Keyin bu yo'nalishda endi qarang. Mana bu tovarlardan avtotovar, tovardilar domani yaxshisi o'ylamaslik kerak hozir. Yaxshisi biz hozir analiz qilishimiz kerak, ya'ni Zoom sellingni ochamiz. Bu yerda mahsulotlarni bir ko'rib chiqamiz. O'zingiz yo'nalishingizda siz nechinchi o'rinda turibsiz hozir? Bilmaysiz, hozir ko'rmagansiz. Endi analiz qilamizda bozori o'yinchilari kim bor? Endi shu yo'nalishda 1 dan 100 gacha ko'rib chiqamiz. Har bittasiga kirib chiqamizda, u yerda qanaqa oborot bo'lyapti, qanaqa ketyapti tovarlari va nima tovarlar yaxshi ketyapti, nima tovarlar yaxshi ketmayapti. Bozori biz shundoq, masalan biz deylik, tasavvur qiling, 200 oxirgi oyda 100 ming oborot qilayotgan bo'lsangiz, bilmadim, balki 100 da bo'ldi, balki 80 o'rinda bo'lishingiz mumkin, bilmayman. Buni bir ko'rib chiqishingiz, balki mana spesik ichida yo'q bo'lishingiz ham mumkin. Agar spesikda yo'q bo'ladigan bo'lsangiz nima qilasiz? Mana 100-chi, 99, 98-chi o'rinlarga biz chiqamizda, nima tovarlari bor bular? Sizga o'xshagan tovarlardan. Nimalari bor, nimalarini biz olamiz, olsak bo'ladi va bu yerda shunaqa narsa borki, upushinni vыручка bilasizlar? Upushinni vыручка, ya'ni o'sha boshqalarga ham tushunarli bo'lish uchun mana tovarlaringiz borda, sotuv ko'payib turib, keyin sekin tushib, sekin mana oshib boradi-da. Va ba'zi bir holat bo'ladi-da, sotuvlar bundoq bo'lib qoladi. Liniyadan ko'rib turishimiz mumkin. Bu yerda biz tovar yetkazib olmay qolishimiz mumkin-da. Bu yerda ham xuddi shunga, masalan, deylik 99-o'rindagi o'sha magazin qaraymiz, qaysi tovarlar yaxshi ketayotgan edi, birdaniga kamayib ketib qoldi.
Ya'ni xuddi unda ham muammo bor, bozor tovari yo'q, Xitoyda qilib turish kerak. O'sha tovarlardan biz упущенный выручкаларdan hisobga olganimizda 98-chi, 97-chi o'rinlardagi magazinlarda ham shu mahsulotlar bormi? Ob'yomi qanaqa sotilyapti? Agar savdosi yaxshi, lekin bozorda bu magazinda yo'qolish ehtimollari ko'p joy bo'ladigan zazorlar bor-da. Zazorni ko'rsangiz bo'ladi bu yerda. Qanchalik ko'p bo'ladigan bo'lsa, o'sha mahsulotga ehtiyoj bor bozorda. Bular просто yetkazib bera olmayapti. Ya'ni shu holatdan foydalangan holatda biz mahsulotni assortimentini mana 66 ga +1, plus yana 1, ya'ni bu yerdagi konkurensiya analizi topgan holatda qaysi tovarlardan pul yo'qotib qo'yapti ular. U tovarlarni topib turib, bu yerda 66, 67, 68 qilib sekin qo'shib borsa bo'ladi mahsulotlarni. Ya'ni bu yerda juda ko'p narsani o'ylash shart emas bu yerda. O'zi bozorni ancha o'zi o'rganib olgansiz. Bu yerda endi 66 taning ichida yaxshi ketmayotgan tovarlar bo'lishi mumkin, buni sotib olamiz. Nol qilib olamizda va C kategoriyadagi tovarlarga biz hozirchalikka nolda ishlaydigan tovarlar topamiz. Ya'ni bizga pul keltirmaydi, faqat mijozning oqimini olib kelib beradi. Keyinchalik C kategoriya, A kategoriyaga o'tadi-da, farqi yo'q. U holatda ham bizga faqat pul keltiradi, xolos. Pul keltirmaydi, mijozning oqimini olib kelib beradi bizga. Va biz mana bu yerdagi analiz qilganimizda mahsulotlarimizni yangi eskiga qo'shayotganimizda bu yerda konkurentlar nimalardan foydalana olmayapti, nima tovarlarni yetkazib bera olmayapti. Mana shu holatdan foydalanib turib bu yerga qo'shib turib fokusni bu tomonga qaratib oladigan bo'lsa va A kategoriya tovarlarimizni ko'paytirsa, B kategoriyadan A kategoriyaga o'tkazishni paydo bo'ladigan bo'lsa, biz o'shanda A kategoriya tovarlarning soni ko'payadi, obrotimiz yana bundan-da ko'payib ketadi. O'shanda biz mana tomon haqida umuman pastda o'ylamasdan ham qo'yaramiz. Chunki uchta sohada 3-chi, 4-chi, 10-chi o'rinda yurgandan ko'ra bitta sohada tepada yurgan yaxshi va o'sha yo'nalishni mahkam ishlagan yaxshi. Узкий spetsialistlar borgan sari nafaqat savdoda, bu sohada ham, ya'ni bitta yo'nalishga qaragan spetsialistlarga talab borgan sari ortib boradi va bunda ham savdoda ham xuddi shu singari. Kimdir do'koni borda aka, do'konida million xil mahsulot qilib qo'yganda, oddiy masalan Abu Sahida ham bor, Urizorda ham bor, Samarqandda ham borda bular. Do'konga kirsangiz hamma narsa bor. Lekin qaysi mahsulotlarni senga pul keltiradi deydigan bo'lsa, qo'lda sanab beradi-da. Mana mahsulotni, mana mahsulotdan pul keltiradi menga deydi-da. Boshqa mahsulotlari yo'q. Shuncha mahsulotdan pul keltirmaydi desa, bu prosta assortiment uchun deydi-da. Bizga assortiment uchun degan mahsulotlar kerak emas onlaynda. Bizga faqat pul keltiradigan tovarlar kerak bo'ldi. Soni kam bo'lsin, lekin hammasi pul keltirsin. O'shuning uchun fokusni faqat pul keltirayotgan yo'nalishdagi qaratishimiz kerak ekan. Bu magazinning misolida 2-3tasini ko'rsatib qo'yaman-da, qanaqa bu yerda konkurensiya analiz qilish kerak. Ana undan keyin bularni xato kamchilikdan topgan holatda darshi biz magazinimizni A bilan to'ldirishga harakat qilamiz, assortimentimizni ko'paytirishga harakat qilamiz. Shunaqa. Do'stlar, video sizlarga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Bu yerda kichkinagina dars bo'ldi. Ya'ni bunaqa darslarimizdan YouTube'da ko'proq formatda ko'rishingiz mumkin. Ko'proq videolarni chiqarishga harakat qilamiz va bundan tashqari alohida Instagramimizda, Telegramimizda doimiy ravishda kuzatib boringlar. U yerda ham YouTube'ga chiqmagan videolarimizni, bu yerda qisqa bo'lsa ham ko'proq chiqarib qo'yishga harakat qilamiz. Kuzatishda davom etinglar.